Qaraganda-chi, skalavazga o'xshab chiqib ketasiz. Abror aka, bundoq qaraganda xuddi tog'da turganga o'xshaysiz. Dog' orqaroq o'tsa, Buni osilingmi? pokeydami bu? Yo, tosh. Bundoq uzoqdan qaraganda buni pokey deb o'ylaydi, lekin Yo, toshdan shunaqa relief qilingan, ko'rasizmi? Assalomu alaykum, hurmatli bizning YouTube'dagi kuzatuvchilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Xo'sh, mana shu videoni boshida bitta ключевой momentni aytib ketaman. Mana shu xonadonga qurilish hali nol paytida kelganimizda u egasini bitta zo'r talabi bor edi, esingmi? Menga Shvetsariyani havosi qilib bera olasizlarmi degan savol tushgan edi. Tungi tib lampochka yongan. Hozir sizlarga shu Shvetsariyani havosini xohlaydigan mijozimizni qolgan ishlarni hammasini ko'rsatamiz. Shvetsariyani havosini ham ko'rsatamiz. Endi o'sha Abror akam nima bu aka, mana bu to'g'risida bu noqulay emasmi bunda cho'milish? Xo'p, bu uglimiz bizada O'tirib cho'miladimi bu yerda? O'tiringchi. O'tirib cho'miladi. Yo, mana o'tirib boshni yuvadi. Zo'r. Xo'p, bu yerda dumaloq vanna bo'ladi. Avvalni vanna qo'yiladi. Smestitilimiz Groy firmasiniki, stoячий smestitil. Ya'ni mana o'zini rasmdagi holat, mana mashinasi bo'ladi. Demak, mana bu leykasi iminni mana shu joyga bunda vanna kirib turadi. Vanna mana hamma biladi, ustalar. Bo'yiga standart 60 bo'ladi. 60 bu jo'mragi vannani ichiga qarab turadi. Mana bunroq avvalni takoy katta bo'lmagan vannachi bo'ladi. Endi bu yana oldingi paytlarga qaytyapmiz. Klassik vannalar bo'lardi, bunda noshkada. Da. Noshkali vanna shu. Vanna ichiga tushib oyoq uzatayotadi. Mashalloh, zo'r. Buyursin. Xo'p, bu uglimiz bizada bu stiklanniy hal anaqasi bor, oynasi qo'yilmagan, bu ramkali bo'ladi, stiklanniy bo'ladi. Bu dushovoy zonamiz. Smestitilimiz yana o'sha qora rangli Groy firmaniki, termostatический smestitil. Nima degan termostatический? Termostatический, ya'ni temperaturani qo'yib, bitta gradus qo'yib qo'yasiz, bo'ldi. Isib ham ketmaydi, sovib ham ketmaydi. Komfortli gradusda ishlanadi. Mana ikkita jo'mraylik dushovoy smestitilni o'zingiz moslashasizdan, sovuq ko'proq, issig'ir ko'proq qo'shasiz. Bu termostatический smestitil yaxshi tomoni, masalan, mana o'zi sentrda norma bo'yicha 38 hamma odamlarga yoqimli bu gradus bo'ladi. Lekin kimlardir issiqroq suvda cho'milgisi kelsa, mana knopkachasi bor. Mana shu knopkasini bosib sal issiqroq bundoq qilib 39-40 ga moslab qo'yadi. Bu yoqdan sovuqroq keladimi napor, issiqroq ko'proq napor keladimi farqi yo'q. Termostatический smestitil bir xilda cho'tka qilib beradi. Mana bundoq qilganda o'zi mana bu chiqib qoladi bu yoqqa. Keyin bundoq qilib xohlasangiz sovuq suvda cho'milsangiz ham bo'ladi. Ikkita rejim, bu ikkita rejimli, ya'ni ruchnoy leykaligi bor, trapetskiy leykaligi bor. Trapetskiy dush. Trapetskiy dushi. Xo'sh, keyingisi bu joyimizda bizda ustanovka qilib bo'lgandan keyin o'rab skotchlab tashlaganmiz, hech kim ishlatib yormasligi uchun. Bu bizda bide, bunisi unitazimiz. Xo'p, mana bu yerda nisha qilingan, polkalar qilingan, hali buni shkopi bor, shkop qilinadi. Endi hozir esingizda bo'lsa, mana bu yerdan hamma turbalar chiqib ketgan tepaga bilasiz. Mana shu uglimiz bizda как shaxta o'rnida ishlayapti. Installyatsiyani qo'yishni eng katta plus tomoni mana shu orqadagi nima deydi, devordan, mashdan shu har xil shaxtalarga, turbalarni chiqarishga foydalansa bo'ladi. Takoy yorug'li joy ekan. Oynada tashqaridan ko'rinmasligi uchun xira ana matoviy yopishtirib qo'yilgan, или oyna bor shunaqa matoviy. Bu yoqlarda zo'r. Mana bizda bu yerda двойной ikkita rakvinali umuvalik bo'ladi. Tak, avariyniy trapimiz bor. Antiprotechka uchun mana joylar tashab ketilgan. Zo'r o'ylabdi. Kafel o'zidan mix qo'yilgan. Bu hali oxiriga yetmagan, hali dachik turadi, o'tda dachik turadi. Agar utechka bo'lib qolsa, mabodo zato bo'lib qolsa, bu polniy avtomatik hammasini germetiklar o'rish kerak ekan. Yo'q, hali oxiriga yetmagan. Endi hozir sekin-sekin ustanovkadan keyin polniy germetikalar qilib, Euro standart bo'yicha traplar o'sha iminni umumanlik unitazdan o'rtarog'ida bir chetroqda bo'ladi. Sababi o'rtarog'iga trap qo'yilsa, kafeldan da o'rtaga uklon qilganingiz bilan baribir o'rtada kovrik turadi. Kovrik o'sha iminni kerakli avariy trapni probka qilib yopib qo'yadi. Xo'sh, ko'rsating Shvetsariya havosini. Xo'p, mana Shvetsariya havosi. Shvetsariya havosi, ikki xil havo, 7 xil filtratsiyali, polniy Shvetsariyani atmosferasini beradi deysiz. Atmosferasini beradi. Tog'da yurganda yurasiz. Bu yoqdan podacha, bu yoqdan обратка qilib rekuperasiya sistemini qilingan. Vertikalniy
Vertikalni. vertikalniy mana oynalarimiz, polgachon bo'lgan oynalarimiz mana bunterpolni konvektorlar o'rnatib yuborilgan. Hozir skotchlab tashalgan usti. Tashqarida qaranglar, eng qizig'i tom yo'qda, mana bu Terrasniy daska. terrasli daska. Terrasli daska. Yana bitta narsani men e'tibor berdim bu egalari. Shunaqa katta uyi hozir kommentariyda odatda bir xil yozishadi. Rasxodi ham o palon puldir deyshadi-ku. Mana uy egasi bu uyni qurishiga qaysidir hujjatlarga bir qo'l qo'ygani uchun emas, kallasini ishlatgani uchun, kalkulyatorlarni zo'r ishlatgani uchun. Mana shu quyosh panellaridan men bundoq hisoblab chiqdim. Bir 50 kilovatlarga yaqin qo'yibdilar. Men fikrimcha teplizolyatsiyani ham mo'shni qilganlar uchun bu yerda nafaqat u gazga, svetga pul to'lash, navarot, g'irt tep-tekinga aylanadi. Mana shu polni kvadraturasi qancha edi? 1000 dan oshiq, 1.5 ming, 1200 ming, juda katta. Oddiy xonadon, lekin shu kalkulyatsiyani yaxshi ko'rganlari sababli mana shu quyosh paneli hozir davlat subsidiyalar beryapti. Qo'ysanglar birga bir o'sha kilovatiga 1000 so'mdan berayotgan paytda foydalanish kerak. Buni ham gazga pul to'lamaydilar. Undan ortgan pulni shu svetga, suvga qarataveradilar, shunda tep-tekinga aylanadi hammasi. Terrasniy doskani men ikki og'iz vaqlaman. Mana bunaqamda yo'lakligi anti-slip deyiladi. Anti-slip degani unda yurganda sirpanib ketmaslik uchun. Masalan, mana bu silliq-ku. Bitta mana xush. Agar mana shunday silliq qo'ysa, ertaga qor yomg'irda sirpanishi mumkin. Shu sababli bunimda relyefni, buni oti velvet ekan. Velvetga o'xshaydi, ya'ni palasalik. Anti-slip degani o'sha sirpanmaslik uchun. Injenerkan ko'rsang, Ketdi. shunaqa televizor Bo'lmaydi, ventilyatsiyalar bu spalni ekan, tushunishim bo'yicha. Spalni bu. Spalni bu yoqda sanuzli, mana shunaqa qilib Yevro standart bo'yicha rozetka pastda, o'rtada bor, komnatli termostat. Termostatlar bor. Qaranglar, televizor internetli orqali pastda rozetka, bu включатель, bu komnatli termostat. Vысота 30, 90, 1.5. Ko'rib oldinglar? Ikkita kravatda yon tomonida ham rozetkalar kelgan. Uxlashga kirgan odam shunday kirib yotadi-yu, o'rnidan turib borib chiroq o'chirmaydi, o'sha joyi o'zidan chiqib ketib o'chirsa, butun chiroqlar o'chadi. Xuddi shu narsa erkakni ham, ayoli ham ikkala tomonda bo'ladi. Ventilyatsiyalar dahshat. Endi eng qiziq, eng go'zal, bagati joyi. Bu obyektni aka qanaqa klassga kiradi, shundan aytib Siz aytingki, men qo'shimcha qilaman. Premium deysiz. Premium neo high tech deb qo'ying. Ultra premium deb aytaman. Ultra premium. Ultra premium mana. Oh. Mana. Ana zimniy sadga o'xshagan 2 etajli. Mana shunaqa balkon mana. Baland balkon. Hozir tashqarida juda kun issiq, lekin ichkarida haqiqatan muzdekini haligi Shvetsariyani nimasini berib turibdi. Yana bitta qiziq narsa. Eng qiziq bitta momentini aytaman. Bu uydagi remontlarda hammasi panellardan foydalanilgan. Mana panel bu hozir уже aktual mavzularga aylanyapti. Polda ham mana bu PVC bu nima edi? SPC panel bo'ladi yoki toshdan qilingan. Bu tosh bu. Bu tosh. SPC panellar ham bor, ya'ni stone polymer, ya'ni tarkibida toshli panellar ham bor. Tosh juda bu tosh mana siz haqiqiy rostmana tosh. O'zi uyquvos. Mana shu panellar, devorlar mana shundan qilasizda. Tosh juda agar qimmatli hisobga SPC paneldan foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni tarkibida stone polymer, ya'ni tosh polymer. Shuni tashqaridan ko'rsataylik. Ketdi. Bu yerda mana velvetni terrasniy doska, mana bitta to'liq tosh. Menga juda qiziqtirgan narsa, aka, mana bitta 10-15 ni tekshirib tashyapsiz. Nimaga bu? Buni qilishdan maqsad bu yer zasipka bo'lganda, chunki qor dimman. Yomg'irlar shu suv quyganda mana shu yer tezroq cho'kib olish uchun mana shunaqa отверстиялар, ya'ni turbalar qo'yib ketilgan, o'sha drenaj endi bu. Ko'proq yer suvi shimsin, cho'ksin degan maqsadda mana shunaqa tochkalar qo'yib ketganmiz. Katta ko'priklarda drenaj qilmayapti, siz agorlarda drenaj qilyapsiz. Endi biz polniy kapitalniy, professionalniy. Men bittimda chiroqlar bo'ladi, yurganlarda chiroqlar bo'ladi. Men chiroqlar bo'ladi. Mana boyaga quyosh panellaridan ko'rasizlarmi sonini? Bittasida 10 tadan, mana shu 5 tami? 5 ta ekan. Mana men bu yog'ochdan listinitsa bo'lsa kerak emas, imindan. Men faraz qilaylik, uyga teplizolyatsiyasini qay darajada ekanligini. Mana bularga to'liq nima qoldirgansiz?
Polni buni tegi latok, buni spesialniy sliflar qilingan, gidroizolyatsiya mana ko'ryaptim, gidroizolyatsiya, undan tashqari mana terrasning daskalar qolinyapti. Terrasning daskalarimiz ham listvinica, listyak. Ko'rinib turibdi-yu o'zi. -20 bo'lsa ham mashina o'zida qoladi-da, ichkariga umuman o'tmaydi. Suvda qolib ketsa ham ishlama qilmaydi. Qo'yilgan katyollar aka umuman ishlamasan ekanda qishda deyarli. Shunaqa. Nomiga. Katelning ko'rsatasizmi? Ko'rsatamiz bir chekkadan ketdi. Oxirigacha kuzatinglar. Men buni jaluzini men e'tibor berdim. O'sha imminni uyi o'zining stiliga moslashgan jaluzi. Hozir ko'pchilarni tunikali jaluzi qiladi-ku. Bu keramogranitli. Bu keramogranitli. Mana bunaqa ko'rinishini ko'rasizmi? Bu ko'rganlar bir xil tunika deydi, lekin bu o'sha keramogranitdan ishlangan. Rostakasim toshdan burchaklardan bunaqa sayqallab qilinibdi. Gap yo'q. Endi birinchi qavat. Sizlarni nimani ko'rsatganingiz yo'q. To'pli polli kollektorlarni. Eng yaxshi ko'rganim bitta ko'rsating shuni. Razvodkanimi? Ha. O'sha luchovoy sistema razvodkalarini. Bir xilida so'rashadi, eshikni ochilib yopiladigan joyiga ham konvektor qo'ysa bo'ladimi? Bemalol qo'ysa bo'ladi. Bemalol mana. Bemalol. Faqat buni katta usta bilan rejalash kerak bo'ldi. O'shani santimetr, millimetrgacha mana qaranglar. Hozir mana shu joyda deyarli tegib turibdi-da. 2 millimetrda mana. O'ta professionalizm bilan qilingan ishlar bular. Ishlasanglar faqat professionallar bilan ishlanglar, iltimos. Mana bu yoqda tepalarda polniy o'sha Shvetsariya havosi. Bu yoqda oyna mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Bu yoqda muzdek havo sezyapsizmi? Yoqib mazza qilyapti odam. Ventilyatsiya, konditsionerlar hozir ishlab turibdi. Ustalarimiz mazza qilib ishlayapti. Bu bizada hop anaqani joyi. Mana. Bu bizada pilososli joyi. Pilososli joyi. Gap yo'q. Bu pilososimiz haqida ma'lumot berib o'tib ketaman. Bu полный встроенный пылесос. Wow. Narada tortilyapti patologda. Patologda tortilyapti hattodir. Shunaqa, anaqa. So'rib turadi, bu to'g'rimi? Полный ko'chada mana bu yerda buni nimasi yaxshiligi tarafi hozir aniq qiling. Yaxshi tarafi, misol uchun kimdir uxlayotgan bo'lsa, pilosos qilish kerak bo'lsa, o'zi odatda oddiy pilososlarimizni tokka tiqsangiz vang'illab ishlaydi-ku. O'shani xalaqit qilmaslik uchun mana buni ishlayotgani ham bilinmaydi, tozalayotganini. Gap yo'q. Shuning uchun buni har bitta xonada bor-ku, bashda yo. Buni asosiy nasosi pastda, texpomishenamizda turibdi. Mana bitta bizda yoriqqa bu tomondan oling. Mana. Bu ikkinchi etajimizni полный kollektorlarni jamlangan, to'plangan joy. Razvodka. Bu bizda radiator konturlarga, ya'ni radiatorga, ventripolniy konvektorlarga Carlo Paletti ekani. Da, Carlo Paletti mana. Carlo Paletti. Italyanikimi? Italyanskiy. Zavodiga borib, ishni ishlab chiqaruvchilar bilan maslahatlashib, savolab kelgansiz. Savolab kelgansiz. Ha, savolagansiz. Ana bitermitskiy termogolovkalarni ham o'sha qo'yib qo'yibsizlar. Bu kollektorimiz bu bizda to'pli polga ishlaydigan bitta o'zi ustalarga life hack deydimi, nima deydi? Ma'lumot, tavsiya. Aprissovka mana bunaqa holatda mana shunga mini kran, ya'ni to'pli polga hamma radiator kollektor bo'ladimi, to'pli pol kollektor bo'ladimi, mana shunaqa narsa ishlab yoramiz. Bu qulaylik tarafi aprissovka qilinayotgan paytda hech qanaqa chele-pele, shlanka-planka ulamaysiz-da. Mana har bittasini bitta mana shu liniyani bitta ochib qo'yasiz, полный pramivka qilishga ham juda qulay. Mabodo kerak bo'lib qolsa, aprissovka qilish uchun juda zo'r narsa. Bu ma'lumotni hech qachon bermaganlar. To'g'ri. Bu YouTube'da kuzatuvchilar uchun ochib qo'yildi. YouTube kuzatuvchilari uchun juda zo'r ma'lumot. Mana shundan foydalansanglar, ertaga rahmat deysizlar, faqat like bosib qo'yinglar. Like bosib, shu podpiskani bosib ko'ringlar. Pastga tushamiz endi bu yerda qorong'i. Bu yerda qorong'i sanuzillarimiz. Sanuzillar, yo'qda bir detskiy xonalar. Tepada terrasa ham bor ekan. Terrasa bor, lesa borda chiqa olmaymiz. Benkamlar qilib qo'yilgan. Tomni to'liq qani yorug' tom ekanda. Mazza qilib kuzatgan. Men bu zinalariga alohida respekt, hozir pastroqdan sizga ko'rsataman. Nimaga respekt o'tganimni. Mana chetlarida maxsus sensorlar bor. Shu yurayotgan payti yengil emas-ku, yurayotganda chiroqlar yonadi. Sizlarga zinani menga respekt deydigan tomoni to'liq toshdan qilinganda, tagiga ham tosh yopishtirilgan, bilasanmi? Qancha bu ish bu. Bundan tashqari ertaga mana shu tagidagi mana shu
zazorlarga chiroqlar berib qo'yilsa, xuddi zini havoda uchib turganga o'xshab turadi mana. Naqi yog'och ruchkalar qilib qo'yishibdi. Vaqtinchalik. Birinchi qavatda ham injeneriya xuddi shunaqa ahvolda, to'g'rimi? Xuddi shu. Zo'r narsani ko'rsatdim. Ya, Farhod. Xo'sh, mega kotelnikni ko'rsating endi. Bu yerda ham pilisos yaxshilab tayyorlanib turinglar. Xo'p, Yaxshilab tayyorlanglar, choylar damlab, spokойно o'tiringlar. Juda ko'p informatsiya beramiz. Juda ko'p bo'ladi ma'lumotlar. Ochiq oydin gapirishga, holga e'tibor bermay turasizlar. Injiniya oxiriga yetib bo'lgandan keyin, oxiriga yetmagan. stashka qilib, bundan keyin yana xudo xolasa zo'r obzor bo'ladi. Shu sababli teparoqdan ko'rsatamiz. Bu mana shu 1300 nechidir kvadrat edi. Shu butun shu uchastkamizning, bu uchastkamizda nima bor? Bu uchastkamizda o'sha 1300 kvadratlik общий площади bo'lsa, spa zonasi bor. Ya'ni spa zona deganimiz basseynli zonalarimiz bor, saunalar bor, garajlar bor, qorovulxonalar bor. Hammasiga mana shu joydan boshqaruv punkti shu. Mana shu hamma kommunal injeneriyasi shu yerga yig'ilgan. Mana shundan tarqaladi. Issiq suvi ham, sovuq suvi ham. Meni taklifim bor. Shu men bu yo tomon kotollarga o'tguncha men bir chekkadan domda gapirib, keyin bu tomondan bitta sizlar nima qilib shu bir chekkadan boshlab o'sha bim nima degan men bim tepadagi. Bu hali tepada ko'rsatganimiz встроенный пылесосsi nasosi bo'ladi. Filtri, nasosi, hamma mana shu yig'iladi, mana shu yig'iladi, hammasi musorri. Butun uyi nima deydi, pilisos hamma shunga tortadi-da, bu yerdan keyin changini ko'chaga otib yuboradi. Mana bu yerda musor olib tashaladi. Gap yo'q. Bor yo'q, ikkita turba, podacha, obratnik bo'ladi. Sirkulyatsion deganda shunday. Shunaqa. Lekin o'ta мощный nasos. Xo'p, bu bizada vodopodgotovka. Vodopodgotovka deganimiz hamma biladi. Suv ta'minoti hammasi через filtrdan o'tib, ichimlik darajasigacha top-toza qilib beradi suvni, keyin uyga tarqaladi. Bu filtratsiya bizada. Aslida aynan mana shu filtrni shunday qo'yib turib, uyingizda oddiy suvni filtr qilib turib, baklashga solib, shuni sotsa bo'ladi, bemalol, brend qilib. Soatiga o'sha 3 tonnami обработка qilib beradi, adashmasam. Xo'p, bu joyimizda bizda boiler o'rnatganmiz. Boilerimiz bor, ikkita teplobmennik. 500 litrmi? Da. Tak, yo 300 litr. Tepasida 3 tala vazuh xizbirasiga qo'yib qo'yganmisiz? Ular podключенияsi tepadan bo'lganligi uchun o'sha 3 ta konturga qo'yib qo'ygansiz. Ha, teplobmennikki ham o'sha yerda bo'lganligi uchun обязательно boilerga podключение bo'layotganda обязательно ustalar juda yaxshi biladi. Воздухотводчик shart, bo'lmasa воздушный пробка bo'lib qoladi, sirkulyatsiya bo'lmay qoladi. Xo'p, boiler rashbaki, отопленияmizni rashbaki. Bu gidrokollektorimiz bizada ruchnoy sborka, ya'ni 304 markali nержавейкаdan yig'ilgan varianti, полный mana hisob-kitob qilib, hamma konturlarimiz mana 2-etaj, 1-etaj, basseynli zonamiz bor. Tak, bunimiz bizada podvolniy zonamiz. Mana buni nimaga hamma joyda smestitel turibdi desanglar, bu bizada полный avtomatizatsiyali boshqariladi. Ya'ni undan tashqari mana radiator konturlagan bu ma'lumotni ochyapman hammaga ko'pchilik bil. Nega radiatorga smestitel трехходовой qo'yib qo'ydinglar degan savolga javob bizda bu yerda полный avtomatik yig'iladi. Ya'ni sistemamiz низкий temperaturniy. Radiatorga kerakli gradus berib olamiz. Xohlasak 40 gradus beramiz, xohlasak 50 gradus beramiz. Endi bunday olib qaraganda, mana smesitelni 10 shkalaga qo'yib qo'ysa, smesitel to'g'ridan-to'g'ri o'tkazayotgan bo'ladi, bo'ldi. Ya'ni biz mana shu hozir smeshivatelli mana konturda bo'lgansa, mana shunda 10 ga qo'yib qo'ysa, primoy kontur bo'ladi. Primoy bo'lib, xuddi radiatorning konturdek bo'ladi, bo'ldi. Endi низкий temperaturniy sistemaga uyi ham teplizolyatsiyasi mos bo'lganida shunaqa qiladi. Низкий temperaturniy qilinsa, xarajat ham, kotellarimiz ham ekonom rejimida ishlaydi. Nasoslar o'sha mashhur DAP, italyanskiy nasos. Buni ham zavodiga borib. Buni ham zavodiga borib, maslahatlashib kelganmiz, ko'rib, qanaqa ishlanyapti. Ishonch hosil qilganingiz uchun qo'yasiz bemalol. Xudo xolasa, bu konturlarimiz shunaqa. Shu ventilatsiyaga, isitish tizimiga, xullas qo'rg'ulxonaga, garajga hamma yoqdan shu yerdan tarqalyapti. Katalogga kelishdan oldin bu yoqni ko'rsataveramizmi yo? Yo'q, bir chekkadan ketaveramiz. Xo'p, gaz kotelimiz o'sha mashhur quyoncha. Buni zavodiga o'tgan yil ikkalamiz borib kelganmiz. Ma'lum 3 ta zavodiga borib ko'rib keldik.
Hammasiga. O'sha mashhur professionalniy kotel, juda ham sifati zo'r, Violent kotellaari, 3 ta kondensatsionni kotelimiz bor. Deydi filtr, separator, dislomator hamma narsa o'rnatilgan. Xo'p, gaz nakopitellar o'rnatilgan. Elektriskiy muftalar qo'yilgan. Tepada mana Elektriskiy mufta Mana to'p mana o'tmasligi uchun mana. Platani biz o'rmaydi. gazga kelayotgan liniyamiz polniy filtr bor, Bypass bor, reduktor bor. bypass, gaz manometr, gaz filtr hammasi o'rnatilgan. Gaz analizatorlar ham bor, xudo xolisa. Mana Shunaqa tarzda montaj qilinyapti. Hali Kotelni ham saqlabsiz, uchalovini tagiga nimalar dislomatorlarni qo'yib. обязательно filtr, dislomator mana tepadan bizda har bir kotel uchun alohida dimoxodlar ketyapti. Polni astoninglardan. Kotelni tagini первичный, вторичный qilib yuboribsiz-a? Da. Первичный Bu- kalsa qilib, вторичный qilib. Bu sir bu. Sir bo'lishidan uni gaz bilan to'sib qo'yibsiz o'zingizga bekitib. Shunaqa. Mana bu yerga rezervniy tochka chiqarib qo'yganmiz, mana bu rezervniy tochka. Mabodoga elektriskiy kabel ham tashab qo'yilgan. Gap yo'q. Elektriskiy kotel liboy payt qo'yib yuborsa bo'ladigan variantda qilib qo'yganmiz. Bu nima? Xo'p, bu Wolf kotelimiz, bu ham nemetskiy kotel, juda zo'r kotel. Bu bizga imенно basseynga ishlaydi. Basseyn zonaga kondensatsionni Germaniyaning Wolf kotellari qo'yilgan. Basseynga ishlaydi. Alhamdulillah. Uyi kotelimni uyi isitish tizimi bilan basseynnikini ajratgan biza. Shuning uchun buni ko'pchilik biladi. Agar uyga ham ulab yuborsa bo'ladi deydiganlar ham topiladi, yo'q emas. Ulasa bo'ladi-yu, lekin basseynga ishlayotgan paytda birinchi kuch, asosiy kuch hammasi basseynga qarab qoladi. Paka basseyn o'zini gradusini yig'ib olmaguncha uyni isitmay turadi. O'shaning uchun iloji boricha basseynga kotel o'rnatilayotganda basseyn zonaga alohida kotel qo'yganinglar ma'qul. Sababi basseynda teplasiyon juda baland, ya'ni issiqlik juda ko'p kerak bo'ladi, juda sekin oladi. Xo'p, bu yoq talabga o'tadigan bo'lsak, bu bizada hozir mana bu elektrikli ishlayapti, simlar osilyapti. Bu yerda bizada HVS, ya'ni sovuq suv razvodkasi, mana antiprotechka uchun Neptun anaqasi qo'yganmiz, kranlarini. Rossiyskiy, bitta, ikkita, uchta. Xo'p, bu bizada HVS, ya'ni sovuq suv ta'minoti, issiq suv ta'minoti, bu podachasi, bu obratkasi. Hammasiga slivnoy kran qo'yib. Обязательно slivnoy kran, manometrlar o'rnatilgan, mana hammasida manometrlar bor. Ya'ni agar mabodo manometrdan qo'yishdan maqsad qayerdadir utechka bo'ladigan bo'lsa, bittada shuna kran yopadi, davleniya berib bilib olsa bo'ladi. Qaysi liniyadan utechka bo'lyapti? Agar manometr buni 8 ta manometr emas, bir dona manometr qo'yib qo'ysanglar, mana shu 8 ta kontur qaysi birida utechka bo'layotganini bilmaysizlar. 8 ta manometr tursa 50 ming so'mdan, misol uchun 400 mingga qo'yilsa, lekin ertaga mabodo protechka bo'lsa, konturma birma-bir bilib olsa bo'ladi. Misol birinchi etajda ekan utechka yoki garajda ekan yoki basseyn zonada ekanini turib ajratib olish uchun. Gap yo'q. Shunaqa holatda montaj qilinyapti. Endi hozir hali bu kotelnimiz oxiriga yetmadi. 90%. 90% bitdi, xudo xolasa. Hozir bu yerda toklarni ulab, avtomatikasini ulab, hammasini ishga tushirib, stяжкаларni qo'yib, kafillarini qo'yib, artib, surtib, tozalab, keyin yana bir chiroyli video. Shuncha mehnatga, shuncha ochiq oydinlikka sizlardan bor yo'g'i ham bu qo'ng'iroqchilarni bosib, podpisaniyani bosib qo'yib turib, shu imенно YouTube'dan foydalanib, tanishlarga, mega proyektlar qilayotganlarga jo'natib qo'ysanglar, bizga ham bir поддержка bo'lgan bo'ladi. Biza keyingi videolarni shu ayni YouTube uchun ochiq oydin keyinroq yana ko'proq video qo'yishga bizga ham kuch g'ayrat bo'ladi. To'g'rimi aka? Videoni mana oxirida yoki boshiga ulab boramiz. Kimga nima tema qiziq o'sha haqida yozsanglar, kommentariyada yozinglar. Komment yozsanglar, o'sha Qaysi narsani mavzuni yoritgani, qaysi mavzu sizlarga qiziq? Montaj mavzusimi yoki nimadir, issiq suv, sovuq suv, teplый pol, Fekali nasos farqi yo'q. Nima mavzu qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentga yozsanglar, imkon qadar o'sha temani yoritib, foto, video qilib tushuntirib beramiz qo'ldan kelgancha. Shunaqa. Bu yerda ishlar 90% bitgandan keyin yana xudo xolis ko'rsatamiz. Bunaqa xonadonni elektrikasi endi hozir ko'rsak bo'lmaydi-ku, mana bir dunyo. Yo'q qo'yib ishlashadi bular. Mana
Stabilizatorlar. Mana bu yoqda podvalda ham mana xuddi shunaqa. Shveysariya havosi. Mana bu Nima deysiz? qizarib turgan narsa u полный шумопоглощение uchun ishlatiladigan material. Podvalda kino ko'rsak, tepagacha eshitilmaydi. Mana bu yerda materialli varianti ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar.